beringlar. To'xtab turinglar, ana hamma tayyor bo'lsin. Ana. Da. Bilak taqib qo'ya qoling. Ozgina o'rtaga olsak bo'ladi, bola. Давайте, sizlar qanday qilib bo'lsa, turib olsinlar bizga. Bo'ldi? Ras. Bor. Hamma tayyor bo'lsa, yetsanglar boshlaymiz. Yo'laqa sizlar yaqin kirib ketgansizlar-da. Borisizlar-da. Sağ qo'linglarni cho'zinglar, ozgina orqaroq. Yonboshga sal so'raydi. Bo'ldimi? Ozgina shu. Bo'ldi. Bo'ldimi? Ozgina. Da, boshlaylik. Bo'ldimi? Ha, bor. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tabriklaymiz g'alaba bilan. Sizga avvalambor chuqur hamdardligimizni bildirmoqchi edik. Bilamiz, bu yaxshi xabarni siz tayyorgarlikni o'rtasida eshitib qoldingiz, lekin shunday qilmasdan jangni to'xtatmadingiz va tayyorgarlikni davom ettirdingiz. Bu ham alohida mana shu hurmatga sazovor bo'ldi ko'pchilikni. Shu to'g'ri, maqsad qo'yganmiz, bayrog'ini baland ko'taramiz deb, kameralarni olamiz deb. O'zimga ham buni va'da berganman deb o'ylaganman. Shu uchun men qaytganim bilan hech narsa o'zgarmadi. 3-4 kun ketardi, bu o'ylaganmanki, o'sha kunning o'zida go'dakchalarni qabrga qo'yish kerak. O'lim hurmatini yordamchi kelish kerak. Shu uchun maqsadlar sari yana oldinga borib va bu narsa, bu g'alabamni qizimga bag'ishlashga qaror qilib, yana Amerika Qo'shma Shtatlariga, o'sha yoqdan Rossiyadan uchib ketib janglarni o'tkazdik. Raqib tanlashda o'zimiz tanlaganimiz yo'q. Rakotga uchramagan raqib argentinalik yaxshi sportchi edi. Buni DAZN telekanalini o'zi berdi. Bu safarlikni bu bizga oxirgi borish edi va keyingi jang, xudo xolasa, jahon chempionligi jang kamari uchun jang bo'ladi. O'zi asli shu jangda bo'lish kerak edi, lekin ular Enis bilan Stanionis ikkita kamarni birgalikda объединённый qilish uchun ular urushdi va unga men ruxsat berdim. Endi xudo xolasa o'sha g'alaba qozongan bilan jang qilamiz keyingi jang. Bu nokautingiz orqali siz mana shu o'z vazniningizda reytingda 5 pog'ona tepaga ko'tarildingiz. Hozir biz 11-o'rindasiz. Ko'rdingizmi? Bokserga ko'ra. Katta reytingda to'g'ri, endi tepak 5 taga ko'tarildim, lekin WBA'da birinchi turga turgan bo'lsam, hozircha hozirdan biridaman va asosiy da'vogarlardan biri. Xudo xolasa keyingi jang men o'ylayman, o'sha hech kim qocha olmaydi va bu jang beriladi va kamarni O'zbekistonga olib kelamiz, xudo xolasa. Keyingi jang shu jahon chempionligi jangingiz qaysi davlatda bo'lishi mumkin? Men o'ylayman Amerikada yoki Londonda. Tayyorgarlikni Amerikada olib borasiz. Albatta, tayyorgarliklarimiz yoki Amerikada yoki Rossiyada bo'ladi. Agar janglar Londonda bo'lsa, agar Londonda uchib borishimiz ham mumkin. Shunga keyingi raqibingizga da'vogarligi bo'lib turgan ikkita bokschi ham juda ham kuchli bo'lar. Albatta, bu yuqori darajadagi sportchilar, demakki biz ham shu darajaga keldik. Bu yerga kuchsiz raqib yo'q. Hamma jahon chempionlar, hamma reytingda birinchi, ikkinchi o'rinda turganlar. Birinchi raundda o'sha chap qo'lingiz bilan urgan zarbangizda raqib o'zidan muvozanat yo'qotdi. O'sha birinchi raund o'zi tugatish niyatingiz bormi yoki o'zingiz saqladingizmi o'z kuchingizni? Yo'q, saqlaganim yo'q. U bir qancha sekundlar, daqiqa, soniyalar yetmay qoldi. Bunga hammasi po plani ketdi, plan bo'yicha. Xudo xolasa, endi men hech qachon nokaut qilaman deb ringga chiqmayman. Men avvalambor boks qanaqa chiroyli sportligini ko'rsatish uchun, tezlik, udar qanaqa bo'lishini ko'rsatish uchun, boksni iskustvo darajasiga, san'at darajasiga ko'rsatishni xohlayman. Bu faqatgina urush, bir-birini urush emas, balki san'at darajasini ko'rsatishga har doim harakat qilaman va shu narsa uchun men ringga chiqaman. Promouterlarga ham shu yoqadi, uzoqroq, chiroyliroq jang. Barchaga ma'lumki, Shahram G'iyosov Cristiano Ronaldoning muxlisi. Ronaldo 100-mingchi g'alabasidan keyin, Ronaldo 1000-chi golidan keyin futbol karyerasini tugatmoqchi. Shahram G'iyosov o'ziga nechta g'alabani maqsad qilib qo'ygan? Maqsadlar katta, hozircha yakunlash niyatim yo'q. Hamma kameralar o'rganimizdan keyin, absolyutni jahon chempioni bo'lgandan keyin o'ylab ko'rsam bo'ladi. Ungacha men qiladigan ishlar juda ko'p. Bayrog'ini
butun dunyoga ko'rsatish niyatim bor va tepaga ko'tarish niyatim bor. Bu jangingizda jarohatlar oldingizmi? Keyin tayyorgarlikni qachon boshlaysiz shu haqida gapiring. Hozirga 2 hafta menga dam berishdi jangdan keyin. 2 haftadan keyin yana trenirovkalarni boshlab, yana podgotovkani boshlab, keyingi jangga, keyingi raqibga qarshi tayyorgarlikka boshlaymiz. Yana bir bor aytib o'tmoqchi edim, dunyo nashrlarini kuzatdik. Jahonga mashhur shu avvalo 100 yil bo'lgan nashrlar ham siz yozishdi va ko'pchilik sizni shu matonatingizga tan berishdi. Ko'pchilik sizga havas qilib, mana sportchi mana shunday bo'lishi kerak, sportchini karyerasida hech narsa to'sqinlik qilmaydi deb sizni haqiqiy yana shu sportchi timsoli. Hammasiga alhamdulillah deyish kerak. U yigit kishining boshiga nima tushadi hech kim bilmaydi. Qanaqa sizga sinovlar keladi. Alloh har kimni har qanaqa sinaydi-da. Sabri yetmaydigan sizga dard bermaydi, sizga qiyinchilik bermaydi. Bilar ekanki, bu narsani ko'tara olaman. Shuning uchun shunaqa menga men o'ylayman sinov berdi. Hammasiga alhamdulillah. Yana oldinga intilib, Xudoga shukr qilib, yana mehnatlarimizni qilib, nima bersa shukr qilamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Rahmat. Omadsiz keling. Jang oldi tayyorgarliklar ko'ngildagidek bo'ldimi va umuman jangni qoldirish qanaqadir bir fikr keldimi? Fikr bor edi. Rostini aytsam, meni qaytish niyatim bor edi O'zbekistonga, lekin otam menga telefon qilib, bo'lgan narsa bo'ldi. Biz o'zimiz bu yoqda hamma narsani hal qilamiz. Sen maqsading sari boryapsan, sen kelishing 3-4 kun vaqt ketadi yana. Hech narsaga baribir ulgurmaysan, lekin jangdan qolib ketasan. Yana pozitsiyangni berishi mumkin deb otam menga dalda berdi. Shuning uchun men o'ylayman maqsadimiz sari ketyapmiz, ozgina qoldi. To'xtab qo'yish niyatimiz yo'q. Xudo xolasa bu narsa bizani kuchli qiladi-ku, lekin cho'ktirmaydi bizani maqsadimizni. Xudo xolasa. Tayyorgarliklar qay darajada ko'ngildagidek bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Hamma tayyorgarligimiz bizning Dog'istonda bo'lib o'tdi. 1,5 oy, 2 oy davomida va 2 hafta jangga 2 hafta qolganiga Nyu-York Qo'shma Shtatlariga uchib bordik. U yoqdan Nyu-Jersiga jang Atlantic City degan joyda va o'sha yoqda aslonoy podgotovkamiz men o'zim bilan o'zim jang qildim. Psixologik jang. U agar o'zimni yuta olmaganimda men jangni ham yuta olmardim. Nimaki menga juda qattiq bu tegdi bu sinov. Bunaqa vaziyatda agar sportchi o'zini yenga olmasa, hech qachon raqibini yenga olmaydi. O'sha uchun o'zingizni yengishingizdagi kuch nimada edi? Allohga bo'lgan ishonchda va bergan taqdiriga bo'sh egishiga. Men hamma narsani qabul qila olaman dedim o'zimga. Agar qabul qilmasak, biz bu narsaga katta maqsadlar sari qadam qo'ya olmaymiz. Bergan hamma sinovga shukr qilib, qabul qilib, yana oldinga intilib, yana rahmat deyish kerak deb o'ylayman. Raqibingiz ham kuchli edi. 12 daqiqalik jangda uni qaysi kuchli tomonlarini his qildingiz? Albatta, raqibim hali nokautga uchramagan raqib. 17 ta g'alaba qozongan va 2 tagina mag'lubiyat. Ular ham bo'lsa ham ochkolar hisobida. Men rostini aytsam nokaut qilaman deb chiqmaganman. Men bizning planimiz bor edi. Jang taktikasi 1-raunddan 10-raundgacha qanaqa ishlash taktikamiz bor edi. O'sha taktika bo'yicha hamma ishimizni qildik, qo'limizdan kelganini qildik va raqib dostoyni turib berdi. Hamma juda ko'p udarlar urdim. O'shandan ham turib, yana oxirigacha kurashdi. Nomiga chiqqani yo'qda, bo'ldi, urushdan pulimni olay deb chiqqani yo'q. U ham harakat qilib, men ham birinchi o'rinlarga chiqay deb chiqadi-da bunaqa soperniklar. Ushbu jangga yondashuv boshqacha edi. Sababi o'sha marhum qizchangizga g'alaba qozonish haqida va'da bergandingiz. Aynan ringda ichki kechinmalaringizda nimalar o'tdi? Emotsiya nol edi, emotsiya yo'q. Bunaqa payt emotsiyalarni o'chirib qo'yasiz. Agar siz professional bunga yondashmasangiz agar bu narsa sizni sindirib qo'yishi mumkin. O'sha uchun men emotsional tomonlarni, yuragini va psixologik hamma narsani o'zimga blok qilib qo'ydim. Hech narsani eshitmadim va hech narsani ko'rmadim, faqat raqibimni ko'rdim xolos bo'ldi. Keyin jangdan keyin
bu haqida savol berishganidan keyin men ko'z yoshlarimni tutolmadim o'shanda. Markaziy jangni tomosha qildingizmi? Markaziy jangni tomosha qildim albatta. Qanaqa siz kamchiliklarni ko'rdingizmi? Enis juda ham kuchli boksyor, juda ham aqlli, juda ham tezkor, juda ham zarbasi kuchli. Biz ham anoylardan emas, biz ham shunday yurganimiz yo'q. 20 yil ichida bu sportning ichida maqsadim bor, farqi yo'q menga kim raqib. Kamar kimda shu bilan jang qilib, kamardan xudo xolasa O'zbekistonga olib kelaman. Bojxonadagi hamkasblaringizni daldasini hech his qildingizmi? Har doim ular bilan. Bojxona xudoga shukr, ular har doim menga dalda berib kelishadi va o'sha yerda bo'lgan paytim ham SMS yozib turishadi. Hatto generalimiz ham bizga SMS yozib, biz sen bilan xudo xolasa g'alaba seniki bo'ladi. Bayrog'ini baland ko'tarasan deb mendan bo'ydan oldin yozdilar. Albatta bu narsa menga kuch beradi. Men his etaman. Bizlar bilan prezidentimiz, bizlar bilan bizning xalqimiz, sizlarning duolaringiz, ota-onamizning duolari, hamma narsa bu narsa menga kuch beradi. O'sha uchun men bu narsaga, o'sha uchun men orqaga qadab qo'ymayman. Har doim oldinga intilaman. Shu uchun maqsadlar sari har doim oldinga boramiz. Rahmat kelganlaringiz uchun. Salomat bo'ling. Yana bitta savolim bor edi. Oxirgi savol lekin aka. Raqibingiz sizdagi ushbu holatni avvaldan beri bilgan bo'lsa kerak. Hurmat qila oldimi yoki foydalanishga harakat qildimi? Men rostini aytsam bilmayman. Biz raqiblar, biz bir-birimizga har doim hurmat ko'rsatamiz. Biz ringda dushmanmiz, ringda biz bir-birimizga qarshi harakat qilamiz. Ringdan keyin har doim bir-birimizga hurmat ko'rsatib, salomlashib, minnatdorchilik bildiramiz. Nimaki bu sport, bu do'stlik. Sport bu sog'lik, bu sport bu birlashtiradi. Butun davlatlarni birlashtiradi, insonlarni birlashtiradi, millatlarni birlashtiradi. O'sha uchun men o'ylayman bu narsa foyda bermaydi. Rahmat savol uchun. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. O'pchi fotoga tushib oling. Qalaysan? Yaxshimisiz? Kelinglar. O'pchi fotoga. Sal